eng yaqini 2 oydan 100 kungacha tayyor bo'lgan buqalarda eshitganmisiz? Nima berib boqishadi unga? Diyetga akalarimizga mana shu 5 xil yem, undan tashqari silis va xashak berilar ekan. Hozir Rom aka rostda 2 oyda tayyor bo'ladimi? Men mana shu xo'jalikda, mana shu akamning o'zlarining xo'jaliklari. Aha. Xo'p, 5 tadan 8 tagacha mol boqadilar, har bir partiya. Uzog'i 3 oy. Uzog'i 3 oy. 40 kunda bo'lgan, bo'lib ketganlari ham bo'lgan, mana shu yerdan so'yilib ketganlari bo'lgan, men o'zim kayf qilganman. Nimaga? Mana shu yerda merkalari bor. Mana u kovushdi, barakali kovush deyiladi buni. Mana shundan misol 2 tadan kunjara, 2 tadan makka uni, shuluqa beriladi. Shuluqani ham bosib berilmaydi. 2 ta 3 ta bunda o'lchanadi, yengil bo'ladi bu. Kepak обязательно va ikkinchi sort un mana. Bu arpa uni emas, ikkinchi sort un bu. Silos mana berib boshlabdilar. Men silos berganlarni undan oldin ko'rmagan, silos bermasdilar. Donlik silos olibdilar. Обязательно lekin mana bu qatorga qaratgan operator. Beda bilan xashak beradilar. Keyin bilasizmi Jamshid nima? Biza mol to'ysin, qorni chiqsin, suvni yaxshi ichsin deb olib xashakni bosamizku xashakni. Bitta press xashak 8 ta molga 2 kunga yetadi, 4 mahal yeydi. Yo'q. Bir press somon 4 kunga, 4 mahalga yetadi. Agar 5 ta mol bo'ladigan bo'lsa, sal ko'proqqa ham ketadi. Men shunday qilib tayyorlashadi mollarni. Va o'rtadagilarga hozir navajini qilib qo'ying. 2 oy bo'lgan, o'sha 2 ta o'rtadagisini so'yaman deyishyapti. Sal oyoq osti xavfliroq kasallik chiqqanligi uchun, ariqlamasligi uchun so'yaman deyapti. Zo'r. Videoni xuddi mana shunday mol boqadigan do'stlaringizga jo'natib, videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz. Bizlardan juda ko'p yangiliklarni kutib qoling. O'zim gapingizni bo'ldim, bilaman ichingizda so'kyapsiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.